Memni acep ensiretti. Men yiningı berip senden haber elişini oylap turatdım. Ey, Hudayım. İyi. Bana nere? Ami diyor. Bugün hava nemi degen yaxshi, ha? İyi. Catalina, Fernando, Bertolo, Marco kani? Ha? Marco! Hey, bu balınız ha. Hep degendila tapşırık işlavatatdi. Yani aldıraş okşaydı. Şunda acayip yaxşı bolu da o. Bugün kördüğün bir yaxşı näs barken, köyümüz pişaymandı qaladı. Unutup qalmay onunğa dep qoysunuz. Nimitdi o? Siz uxmadыңızmı? Uçar kemiço. Bugün Piristanda onu uçurmakçı dep qoysunuz. Ha, şundak mı? Biz çirkavdan yinip udullu barımız. Bundaq iş az uçuraydı. Biz baldıraq verip yaxşıraq joy tepip göreyli. Biz ketdik qamisa. Rahmet sizge. Ben seltirip onunğa dep koyay. Qanda? Xoş, Bertolo. Fernando! Mana sizni saqlatib qo'ydim. Balalar, əmsi jığılaylı. Biz mağdıq. Bir, iki, bir. Bir, iki, bir. Bir, iki, bir. Bir, iki, bir. Marco, mijazing yok mu? Hava yaxşıken. Berip uçar kiyimini körüp gelge şamaldap bakmam sen. Uçar kiyme, köygüm yok. Sana nim boldu balam? Men teki senin bilen birli berip körüp geleymikin degendim. İş kılıp bugün. Hiç ne yapağım yok, sırtı çıkmayayım ben. Meylemse. Öyle olturup durgun. Men baldurak kaytıp geley. Ha? Gidivergin. Fiolina, Yaqindan bu yan bormaydigan bo'lib qoldingiz-ku. Nim bo'ldi? işleme. Dadam bilan adam sizni doim eg'izidan tushamaydi. Bir neçə gün boldu, işim köpüyüp kaldı. Ishlayotamsiz? Bizning ketadigan vaqtimiz yaqinlashib qoldi. O'ylasamla ko'nglim. Bilime. Sizler o işkinci, sizler Argentina mı asla o? Şundak mı? Ha? Marco, İş kılıp yani bir hafta hiç görüşemeyimiz. biz yana bir aydan keyin opingiz bilan ko'rishimiz. Qandaqlik qilsak opingizni cho'qim topamiz, Marco. Opingizga avatadigan narsalarınızı bo'lsa tayyorlab qo'ying. Vaqti kelganda men elib ketay. Hiç nime etmeyime. Kemin sözüm boldu. Sizga nim bo'ldi, Marco? Siz gittin. Ha? Bugün işim pek köp. Siz gittin Fiolina. Avar bob köp sürmen. Ben hiç nime etmeyime. Marco! Hayır, hoş Marco. Bizar buldum. Hem adam güç buldum.
dedim qo'y, hech nima aytmayman deb. Yemiliyor. Ha? Sana nim bo'ldi? Hech nima. Uy kirgin. Kira. Bu yomon emaskan, ha? Aslida bundan ko'p yaxshisi. Hey, oldingmi? Bugun Pirstanda uchar kiyimchi ekan. Bu gap sinfda taqilib yugurib xeyli uzoq bo'ldi u. Ha, shundaqmi? Mening korim nima? Mening ko'gim yo'q. Ko'rish uchun emas. Bugun u yerda morojni sotsak, chiq pul topa olamiz. U yerga bugun odamlar bek ko'p yig'iladi. Havo bek issiq. Ussiqonlarning hammasi morojni yeydi. Sening shunday qilsak bo'lamdi, Marko? Ha? Qanday deysan? Morojni? Burun men Pirstanga berib morojni sotgan. U chog'da men bek kichik bo'lsam-mu, bir kunda 5 lira topgan. Nima? 5 lira topgan? Men bodul yuzam bir oyda aram 5 lira topman. 20 kun vaqt qoldi. G'ayrat qilsak 20 lira tepishimizda gap yo'q. Ha, 20 lira. Oyjon. Emilio, men kelib o'tira. Nima qilay deysiz? Bir, Vay. 2, 3, 4, 5, Hezek 6, uyqusu 7, encimi? 8, 9, 10. 10 lira bo'pti. Yana 10 lira topsam 20 liradan oshadi ekan. Yana 10 lira topsamlam Argentinaga bora olaydi ekanman. Sen cho'qim berish qaroriga keldingmi? Ha, Marko? Opam u og'rib qolgan nima? Og'rib qolgan? Yana 10 lira kam. Dadam bilan akamdan olaman. Agar boldiroq tutish qilsak, cho'qim jiq topa olamiz. Emilio, sen birga qilish qo'shildingmi? Albatta. Qani boshlayli. Emilio, 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 Emilio. Iniq ko'ra oldingmi? U qochiga sut, shakar qo'yamiz. Sirtiga muz patisi qo'yib, uni piqirtimiz. Noyat o'tdi. Mashina bo'lmasa qandoq yasaymiz, Emilio? Amalni o'zim qilaman. Rostli mashina bormi senda? Mong'ayli. Ma'qul. Mana bu yerda. Mushu. Vah! Qandaq? Bu buzuqqa. Ya, qara. Mana mundaq. Buni kirgizimiz. Mana mundaq. Endi ko'ginimizga o'xshash bo'lmadimi? Yaraysa, Emilio. Endi piqirtimiz. Hech qisi yo'q. Bu mashinani ishlatmagan uzun bo'lib ketgach, datlashib ketibdi. Sen tishiga ozroq moy surib etgin. Vaqtimiz oz qoldi. Ma, bir tarafdan timitib, bir tarafdan cho'gilatgin. Qanday qildiganligini bilgansa? Bildim. Bo'ladi. Men material ag'il baray. Süt va muzni birsiga aytib qo'ygan. Azam ba'di bermoqchi. Yaraysa, Emilio. Oy, pulni-chi? Pulni kim berdiganga deyishib qo'ygan. Bizga boshqalar ham ishindi juma. Emilioning qo'ldan haqiqatan ish keldi-ki. Bo'llarim, biz uchar kiyim ko'gil borayli, bo'lamdi? Ma'qul. Marko, buni qara. Akam senda? Sening ishing qandaqroq? Joyida. Bu ortiq bagini. Bek yaxshi bo'ldi. Men botulka bilan soqollarni ham yuvib bo'ldim. Chaqqanjimi sen? Jirodi efendimning shogirdi bo'lishga haqiqatan loyiqsan.
Tavuk satım Kelinglar, tavuk kelinglar, tavuk, tavuk, tavuk. kelinglar, kelinglar. Qandaq bo'ptimi? Mizlik bo'pti, lekin yana ozroq qottirsak bo'lg'udak. Temperaturani tuvaltib ko'rayli. Konjito. Bugun azaldan ko'rilib boqmagan cho'ng so'rim bo'pti. Bizning o'yinimizni ko'rdiganlar ko'paydigan bo'ldi. Yaxshi ishlanglar. Sanin bo'ldi Fiolina. Ha, hech nima. Qara, tez qara. Nima degan ko'p odam bu? Bayram kunlari bundoq ko'p odamni ko'rgil bo'lmaydi. Qaramamsa. Hech o'ng'isholmadimi, Emilio? Xudo bo'lib qolgan o'xshaydi. Qandoqsa xato bo'lib qolgandi. Tez qasi bo'ladi, tez. Opla. Ketibdi, Emilio. Ketibdi, qara. Qara ketibdimi? Endi yaxshi bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Yana bir chelak yasayli. Yana bir chelak yosamdi? Opla, hava tutuluyotdi. Ish vaqasi yo'q. Ulgurtansakli bo'ldi. Arkadaşlarını köp saklıtıp koyduk. Yani bir neçe minuttan keyin bizning yemitibdiki Kolosetma Kolombo namli uçar kemimiz uçudu. Uçuruş murosimi başlandı. Hey, Morojniy Morojniy. Dunyoning Morojniysi tuzkilolar, ham totliq, ham muzdek. Dunyoning Morojniysi tuzkilolar. Nima valaqlaysa? Men atarviga o'ltirib 4 soatdan ortiq yo'l menib, uçar kemini ko'gini keldim. To'lib valaqlashma, anladingmi? Ha? Shu emasmi? Neriroq satsang bo'lmamdi? Emilio, Amal yo'q, birdam turayli. Meningmi ko'gim kelyotdi. menmi shu? Vah, nima degan cho'ng? Emilio, Tez Marko. Ha, tez sürüyorlar, tez. Hocam, ay, Emilio, Marko, hocam, deme lan. Yıldım hocam. Yülümü yaxshi, yül bo'lmadi. Sotanmaydigan bo'ldik-da. Qandoq qilamiz, ha? Kechirgin Marko, tozimi nes bosdi bugun. Marko! Emilio!
Bana bir qaça. Bana bir qaç marujna. Pah, kun nima degan issiq. Bir qaç alamsiz? 2 Ha. soatda. Mana. Men Mana pul. Kun ichildi. Tuz kelib morojni yanglar. Uchar kemim osmonga chiqatdi. Bir qacha morojni 2 soatda tuz kelinglar. Ham tatliq, ham muzdek tuz kelib elinglar. Morojni Acaba yanglar. ustudim Şakiçik. Bana bir kaçı marojni bagine. Mana bir qacha. Mana buludu. Bana bir qaça. ma'qul. Marko, keling men yordamlashay. Rahmat. Bana bir qaça. Ma'qul. Atdigan sizni ranjitib qo'ydim. Kerak yo'q. Sizlarni Argentinaga bordiganligingizga bak maslikim keldi. Shunaqmi? Menmi Argentinaga borma. Lekin bu hozircha maxfiy. Rost, sizni oldimidim. Ey, mana qandoq ke? Haqiqatan Ay, Marko aka! Fernando, Sen mi kepsan go? mangla bu bizning mehmonxonamiz bor. Rahmat sana Marko aka. Men bayıla Amidiyonun u yerda usul o'ynayotganini ko'rdim. Rahmat sizlarga do'stlar. Fiolindan aytganda bu aldirash chaqda. Rahmat, rahmat. Yemilyo, jami 45 lira 10 so'm bo'pti. Oz emasken. Lekin sutga 7 lira, shikarga 7 lira, muz bilan tuzga 15 lira chiqirib etsak, yana ko'p topolmabdiq. Qanchalik tepibdi? 16 lira 10 so'tdi. Chiqqan-ku. Hey, ko'p emas. Sening topqiningni qo'shganda 30 lirag'im yetmaydi ekan emasmi? Lekin men yerimini olay. 8 lira 5 so'm. Men olmayman. Senda jami 26 lira 17 so'm bo'ldi. Paroq bilt elish qitamdi. Yemilyo, unda qilsang qandoq bo'ldi? Seninkini olsam bo'lmaydi. Bo'ldi Marko, talashmayli. Esingda bo'lsin. Paroq yana bir haftadan keyin yo'lga chiqadi. Paroqni chiqish uchun yana osh ablaqni izlash kerak. Uning amali bor. Kim u? Uning ismi Ronaldo. U unab qolsa yerim bilan til qila oladi. Rasma, Yemilyo. Ko'chmalar paraxotiga chiqmoqchimi? Agar qiyin bo'lsa, 20 lira. Avval pulni ber, undan keyin o'yinni baqay. Yo'q, 15 lira. Paroqni chiqqandan keyin berdi. Undaq bo'lsa 10 lira berib tur. 5 lira. Bo'pti, shundoq bo'lsin. Ey qari, yana bir rum keltir. Bo'ladi. Gapingiz tursizmi Ronaldo? Chataq yo'q, men gapimda turdigan odam. Mong'ayli. ko'proq yordam qilasiz. Hmm. Rahmat sana Yemilyo. Piristondagi ishlarga uning epi bor, lekin hammasi qorong'i bozor savdosi. Uningdan biroz ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Uqdim. Endi rostla Argentinaga bora oladigan bo'ldim. Paroq chiqqanda hisob. Sen Argentinaga borsang, bir ikki oyga ko'rishmaydigan bo'ldik-da. Agar opamning kesli ig'ir bo'lsa, vaqt uzrab ketishi mumkin. Argentina. Agar ikkimiz birga borgan bo'lsak, nimga yaxshi bo'ladi-da? Ketib qolsang, Fernando ikkimizning ko'ngli pek yerim bo'ldigan bo'ldi. Nim bo'ldi? Hey, seningdan ayrilg'im kelmayotdi. Mening sizlardan faqat ayrilg'im yo'q, Yemilyo. Hey, dengiz ayırıp turg'achqa yiroqda qilgan bilan agar dengizning o'rnini yutkib olsak, Argentina faqat qo'shni ko'chadek bo'lib qoladi. Qo'shni ko'chada? Piriston bilan Piriston tutashtirsak bo'ladi. To'g'ri. Kinoya
Buenos Aires bilan tutuşudu. Yenilik qiziq deb qo'yasa? A? Bu Qandaq? Odatdagidek kimshaydi xo'shlashamdiq? Parux chiqqan kuni men kelib seni ustib qo'yman, Marko. ma'qul, amsi bu shunday xo'slashayli. Oxirgacha bardoshlik tagin. Ma'qul. Paraxodga chiqishdan bir kun ilgari Yog'och Qo'choq teatri umugidagi Xapino oilasi Markoni tamoqqa taklif qildi. Lekin ular shuncha saqlasimi Markoning qarisi ko'rinmadi. Aslida Markoni paraxodga chiqarib qo'ymoqchi bo'lgan Rannato tuyuqsizlik g'oyib bo'lib ketgan edi. Shuning bilan Marko va Emilio nihoyatda jiddilashib ketdi. Keyingi qitimda xayr xo'sh Fiolina degan qismini ko'ringlar.